Assalomu alaykum. Janob sayohatchi bugun Vyetnamning Phuoc orolida. Assalomu alaykum do'stlar, efirda Janob sayohatchi va bugungi ko'rsatuvimizni boshlovchisi aynan men Bobur Ibragimov. Bugun biz Vyetnamning Phuoc oroliga tashrif buyurganmiz va Phuoc oroli haqida barcha ma'lumotlarni sizlarga yetkazamiz. Qayerga borsa bo'ladi, qayerda narx-navo qanaqa, chiroyli joylar qanaqa, umuman Vyetnamning Phuoc orolida nimalar qilsa bo'ladi. Ko'rsatuv davomida barchasini sizlarga ulashib boramiz. Bizdan mehnat, sizdan esa shunchaki ko'rsatuvimizni tomosha qilib, agarda sizga yoqsa, like bossangiz yetadi. Demak, ketdik. Hozir biz Vyetnamda taksiga mindik. Mana taksi akamiz Vyetnamlik. Bu yerda eng qulay предложение taksi uchun Grab. Vyetnamdami, Tailanddami, Malayziyadami eng ko'p ishlanadigan narsa bizda Yandex bo'lsa, bu yerda aynan Grab kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa, aynan mana shu предложениeni skachat qilsanglar bo'ladi. Ma'lumot o'rnida biz esa bolalar bilan hozir sayohat ketyapmiz. Xullas do'stlar, hozirgina taksidan tushdik. 40 kilometr masofaga Vyetnam puliga 350 ming to'ladik. Bizning pulimizga 170 minglar atrofida bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Arzonmi, qimmatmi? Yozib ketinglar. Mana shu Janob sayohatchini kuzatib ko'ringlar. Vyetnam haqidagi eng eksklyuziv narsalarni, ma'lumotlarni sizlarga qoldirib o'tamiz. Hurmatli do'stlar, ayni damda biz Phuocdagi Vinworld parkiga tashrif buyurganmiz. Bu yerda biz akvaparkga, akvanariumga, parkga kiramiz va mazza qilib dam olamiz. Shuncha dam olishimiz barchasi atiga $35. Ko'pchilik tur sotib olib kelmoqchi bo'ladi, lekin o'zingizlar individualni kelsanglar anchagina arzonga tushadi. Buning boisi taksiga $12-13 bo'lishi mumkin. Bilet narxi esa $35, anchagina $5-10 tejab qolasizlar. Ma'lumot o'rda. Ana endi esa parkda ichki qismini ko'ramiz. Qani kel. Xullas, Vinworld parkidagi sayohatimiz boshlandi. Ana endi eng qiziq lahzalarni sizlarga ulashamiz. Hammaga nasib qilsin shunaqa joylarga kelib dam olish. Aytgancha bizning homiyimiz, bosh homiy qaynoq turlar, mana shu sayohatlar kerak bo'lsa, bemalol qaynoq turlarga murojaat qilishingiz mumkin. Xullas, Vinworld parkida har xil bolalar o'yinchoqlari, kiyimlar, ba'zi bir brendlar, pizzalar, xullas bir kun mazza qilib dam olib ketish uchun hamma narsalar bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana do'stlar, aynan mana shu joy ko'proq bizga Disneylandni, O'zbekistonda esa Magic City'ni eslatadi.
Bu yerda esa kechqurun 6 dan keyin fontan shou bo'lar ekan, muzikali fontan bo'lar ekan. Bunga keyinroq kelamiz. Eng qiziqlari ichkarida ekan, park, akvaparklari. Birinchi yoqqa borib damni olamizda, kelib rasslabza qilib miyani dam oldiramiz. Ketdik. Ayni damda esa dunyodagi eng baland kalisholardan biriga hozir ayni damda chiqmoqdamiz. Tepadan sizlarga atmosferani ko'rsataman. Endi esa biz amerikanskiy gorkaga chiqmoqchimiz. Hayotimda birinchi marta chiqishim. Ko'ramiz. Xullas, amerikanskiy gorkada birinchi marta uchishim edi, lekin borku adrenalin, yurak uryapti. Borku haqiqatan uchib ko'rish kerak. Kimdir qo'rqmasa agar uchib ko'rish kerak. O'zingizni qo'rquvingizni yengish uchun ham uchib ko'rish kerak. Hali ham o'zingiz kela olmayapsiz-a? Yana uchasizmi yo'qmi? Gapiring aka. Ovoz ketdi. Dahshat adrenalin. Tavsiya qilaman uchinglar. Do'stlar, ayni damda biz akvaparkka tashrif buyurdik. Biz allaqachon cho'milishga ulgurdik va cho'milayotgan joylarimizda, uchayotgan havzalarda, attraksionlarda tasvirga olishda, syomka qilishni umuman iloji bo'lmadi. Shuning uchun hozir cho'milib bo'lgandan keyin, dam olib bo'lgandan keyin sizlarga akvaparkni to'liq ko'rsatmoqchiman. To'lig'ini video davomida ko'rasizlar. Qani ketdik. Do'stlar, Fukok orolida ikkita katta akvapark bor va ikkalasiga ham kelishni maslahat beraman. Kelinglar, haqiqiy adrenalin, haqiqiy dam olasizlar. Mazza qilib dam olib ketasizlar. Ayniqsa oilaviy kelishni ham juda zo'r joylari bor Vyetnam Fukok oroli. Aynan do'stlar bilanmi, oila bilanmi farqi yo'q, kelish kerak, dam olish kerak. Aynan mana shu parkdagi akvapark cho'milish maydoni kechki soat 17:30 da yopiladi. O'shangacha kelib cho'milishga, suzishga, mazza qilib dam olishga ulgurishlaringiz kerak. Ma'lumot o'rnida qabul qilasiz degan umiddaman. Yana bilasizlarmi, bu yerda menga yoqqan tomoni bog'i ham juda ham go'zal, juda yashillik. Mazza qilib, sayr qilib, salqinchaga aylanib yursa bo'lar ekan, xullas. Mazza. Buni ta'riflab berishim juda ham qiyin. Kelish kerak, ko'rish kerak, damni olish kerak, ketish kerak. Hurmatli do'stlar, orqamdagi katta toshbaqa nima ekan deb o'ylasanglar kerak, bu katta toshbaqa ichida akvarium, Osiyodagi eng katta akvariumlardan biri. Bu yoqda baliqlar bor, restoran bor, qolaversa, shoular bor o'zlarini. Birgalikda tomosha qilamiz. Qani, ketdik.
Parkdagi finalniy qism esa ushbu joyda musikalniy fontan bo'ladi va birgalikda hozir sizlar bilan birga tomosha qilamiz ushbu go'zallikni. Do'stlar, aynan Win Wonders parkidagi barcha attraksionlar, akvaparklar, akvanarium, oxirida ko'rganimiz musikalniy fontanlar, buni hammasi atiga $35. Puliga arziydimi yo'qmi yozib qoldiringlar va albatta ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Akvanarium soat kechki 6:00 gacha, akvapark esa 5:30 gacha ishlar ekan, umumiy park esa kechki 7:00 gacha ishlar ekan. Ma'lumot uchun olib qo'ysanglar, obeddan keyin emas, ertalab kelsanglar barchasiga ulgurasizlar. Biz bir ikki narsalarga ulgura olmay qoldik. Do'stlar, ko'rsatuvimiz bosh homiysi Qaynoq turlar. Qaynoq turlar eng arzon aviabiletlar va eng sifatli turlar. Agar sizga yaxshi tur paketlar yo aviabiletlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qaynoq turlar jamoasi sizlarga yuqori servisni namoyish etishadi. Qaynoq turlar. Ayni damda orollar bo'ylab sayr qilish uchun portga keldik va bu yoqda qayiqqa o'tirib birin-ketin orollarga boramiz. Ana shu orqamda turgan dunyodagi eng uzun kanat yo'lida sayr qilamiz. Xullas, bugungi kunimiz zo'r bo'ladi. Bizlarni kuzatib boringlar. Eng eksklyuzivlarni sizlarga ulashib boraman. O'ylaymanki, kontentimiz siz uchun juda ham manfaatli bo'ladi. Hamma sharoitlar bor, restoranlar bor, dam oladigan zonalari bor. Okeanda mazza qilib cho'milsangiz bo'ladi. Bu yoqda gidrotsiklda uchsangiz bo'ladi, snorkeling qilsangiz bo'ladi. Mazza qilsangiz bo'ladi. Tavsiya qilaman, albatta kelinglar. Yanada atmosferani sizlarga yaxshiroq yoritib berishga harakat qilaman. Albatta ko'z bilan ko'rgan bu boshqa narsa. Barchalar kelib mazza qilib dam olasizlar degan umiddaman. Hurmatli do'stlar, endigi lokatsiyamiz esa ikkinchi orolimiz Meyrut Jang oroli ekan. Hozir bu orolni ham sizlarga yaxshilab obzor qilib ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Xullas, bu orolda batutda suzsangiz bo'ladi, snorkeling hamma narsada uchsangiz bo'ladi. Xullas, adrenalin juda ham ko'p, parashyutlari ham bor. Parashyutda ham bemalol aylansangiz, uchsangiz bo'ladi. Agarda kimdir adrenalinga qiziqsa, bemalol kelib mazza qilsanglar bo'lar ekan. Hozir esa narx-navosini sizlarga tushuntiraman. Mana gidrotsiklda uchish 600 bularni so'miga bizda 300 ming so'm bo'ladi. Agarda unga video qo'shilsa, dron qo'shilsa 1100, taxminan 550 ming so'm. Parashyutda uchish esa 800, o'zimiz pulga 400 ming so'm bo'ladi. Agarda dron bilan syomka qilib bersa 1300, 650 lar atrofida. Bu orolda ham mana shunaqa ovqatlanadigan joylar, dam oladigan joylar, cho'miladigan, xullas mazza qiladigan joylar juda ham ko'p. Barcha sharoit bor. Internet eng muhimi ishlaydi. Kelib mazza qilsanglar bo'ladi. Hammaga tavsiya beraman. O'zingizlarni ko'zinglar bilan
kelib ko'rgan bu вообще boshqacha. Bu yashillik, bu priroda, egzotika ta'riflashga til ojiz. Do'stim, hayotga bir marta kelamiz, bir yashab qolaylik. Shunaqa mazza qilib dam olishni xohlasanglar, qaynoq turlarga murojaat qilinglar. Yana bir ma'lumot, Vyetnamda Long Beach plaji bor va mana shu plaj orqali siz bemalol quyosh botishini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Bir necha soatlardan keyin quyosh botadi va aynan mana shu joyda juda ham go'zal atmosfera paydo bo'ladi. Hurmatli do'stlar, ayni damda biz dunyodagi eng uzun kanatdamiz. Funikulyarda. Bir oroldan ikkinchi orolga o'tadigan funikulyar juda ham uzun. Hozirlar ko'rsataman. Dunyodagi eng baland kanat, eng baland funikulyar, eng katta mol hammasiga borib ko'rishsak, chunki dunyodagi eng zo'rlarni ko'rib yurish kerak. Sizlar esa bu narsaga arziysizlar. Har bir inson sayohat qilish kerak, sayohatni sevish kerak, chunki sayohat insonni rivojlanishiga, uni moddiy tomonlama, dunyo qarashini o'stirishga juda ham katta yordam beradi. Shunday ekan sayohat qiling, sayohatni seving. Ba'zi birlar samolyotdan qo'rqishi mumkin, lekin qo'rquvlarni yengib o'tish kerak. Biz hozir Fukok orolidagi eng toza plaj Sao Beach plajiga tashrif buyurganmiz. Fukokda plajlar juda ko'p. Fukokdagi eng katta plaj bu Long Beach. Yana Hem Beach bor, lekin biz o'zimizga eng toza, qumi ham toza, suvi ham toza bo'lgan Sao Beach plajini tanladik va bugun mana shu plajda mazza qilib dam olamiz. Do'stlar, ayni damda biz Imperial Safari'damiz. Qani ketdik. Do'stlar, Imperial Safari aynan qanaqa joy? Bu yovvoyi hayvonot dunyosi. Bu yoqda hayvonot bog'i, juda ham katta hayvonot bog'i bor, safari bor va birinchi bosqichda o'zimiz piyoda hayvonlarni tomosha qilamiz. Ikkinchi bosqichda esa avtobus orqali safarida haqiqiy yovvoyi hayvonlar orasida yuramiz. Kuzatib boringlar, juda ham qiziq. O'zim uchun ham qiziq, siz uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Kelmoqchi bo'lganlar uchun kelishdan oldin info tur. Haqiqatan ham haqiqiy junglining atmosferasini berishgan. Bechora echki esa nima aybi bor edi? Shu hayvonot bog'iga kelib, hamma ushlab tayyorladi bechorani. Axir bu tabiat bo'ynida mazza qilib yurishgan.
Xatini qarang mana. Xunuklik. Qarayapti maymun. Qarasan tushundim. Haqiqatan qaranglar, jungli atmosferasini yaratib qo'yishgan ekan. Dahshat, zo'r. Mana bu qanaqa qush biladiganlar bo'lsa, yozib ketinglar. Men bilmadim. Odamlar papugay bilan rasmga tushishga ochratib turibdi. Papugayni o'rvinini ko'ryapsizlar. Do'stlar, biz Italiya yoki Venetsiyada emasmiz. Biz Vyetnam Phuoc orolidagi Grand World'damiz. Haqiqatan ham go'zal, haqiqatan ham Yevropaning atmosferasini, Venetsiyaning atmosferasini beradigan juda ham go'zal, juda ham chiroyli joy qilishibdi. Kemalar ham o'ziga xos. Mabodo Yevropaga vizangiz yoki pulingiz yetmasa, bemalol Vyetnamga Phuoc'ga kelsanglar bo'ladi. Atiga 200 bulan puliga, bizning pulimizga 100 ming so'm mana shu qayiqda birozgina navbat kutishingiz mumkin. Agarda yana ustiga 100 qo'shib VIP bilet olsangiz, bilan kirasiz. Demak, hammanglarni taklif qilaman, kelinglar, mazza qilinglar. Sizlarga Venetsiya kerakmi? Marhamat.
Aktyor aka, mana siz Albatros studiyasi rahbarisiz. Aynan mana shunaqa joylarda ko'p bo'lgansiz. Vyetnam, Fukok oroli haqida taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar juda ham zo'r. Albatta Vyetnamni bugundan boshlab tavsiya qilaman. Chunki 5 kun ichida men boshida bunaqa atmosferani ko'raman deb o'ylamagandim, lekin haqiqatdan maza qilyapman. Phuket ham zo'r, lekin Fukok oilaviy, ya'ni madaniy xordi. Hamma sharoitlari, ya'ni narxlar ham arzonchilik, xullas atmosferani ko'rib turibsizlar, hozir biz Venetsiyaga yuribmiz. Xullas Fukok oroli oila uchun, do'stlar uchun kim qanaqa maza qilmoqchi bo'lsa, bemalol kelsanglar bo'ladi. Narx-navo qanaqa? Narx-navo вообще Arzon? tekin yashash. Kelaveringlar. Gostinitsani ham o'rtachasini olaveringlar, ja shart emas, chunki ko'chaga o'tadi. Aylangan kelgansiz. Gostinitsadan chiqib, hamnaqa joylarni ko'rib, maza qilsanglar bo'ladi uchun qaynoq turlar bizga yordam berdi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Salomat bo'ling. Aziz do'stlar, ushbu ko'rib turgan binoyimiz to'liq bambukdan yasalgan ekan. Hozir buni ichiga kirib birgalikda kuzatamiz. Buni qaranglar, bino to'liq ichki tarafi ham, tashqi tarafi ham bambukdan yasalgan ekan. Ajoyib. Ta'riflashga til juda ham ojiz. Do'stlar, biz ayni damda Fukokda haqiqiy Italiya atmosferasini beradigan Sunset Townga tashrif buyurdik. Bu yerda qaranglar, haqiqatan ta'riflashga til ojiz. Siz bilan birgalikda aylanamiz hozir. Qani ketdik. Albatta do'stlar, Sunset Townda kechki vibe butun ham o'zgacha. Kunduzgi ham fotosessiya uchun, rasmiy uchun, videolar olish uchun ham juda ham zo'r. Ayniqsa kelin-kuyovlar uchun, love story uchun juda ham go'zal manzaralar bor va bu yerda yana bir fishkasidan biri bir mashhur ko'prigi bor Sunset Townda. Mana shu ko'prik orqali siz quyosh botishini to'g'ridan-to'g'ri kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Albatta maslahat beraman. Kunduzi ham, kechqurun ham ikki xil atmosfera, ikki xil vibe ko'rishingiz mumkin. Va albatta Sunset Towndagi eng asosiy fishkalardan biri, bu dunyodagi eng mashhur, eng katta salyut shoulardan biri aynan Sunset Townda bo'lib o'tadi. Ko'pchilik aynan mana shu salyut showni ko'rish uchun tashrif buyurishadi. Bu yerga kirishda ikki xil yo'l bor. Birinchisi ko'prik orqali mos ustida tomosha qilsangiz bo'ladi. Ikkinchisi esa 2-3 kun avval restoran bron qilib, o'sha restoranda ovqatlanib, bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Faqat bularning farqi nimada? Restoranda to'g'ridan-to'g'ri hamma atmosfera, shoular bilan birgalikda ko'rishingiz mumkin. Bu narxi $80 atrofida, ovqatlar hamma narsasi ichida. Mos ustida esa $15-20 atrofida bilet sotib olasiz. Ko'prik ustida hamma shou ham ko'rmaydi, lekin eng asosiy salyut shoulari ko'rinadi. Shunday ekan, kelishga va ko'rishga arziydi. Ketdik.
Hurmatli do'stlar, shuning bilan Vyetnam Fukok orolidagi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu orol haqida nima demoqchiman? Sizga Italiya atmosferasi kerakmi? Marhamat, u atmosfera bor. Sizga Venetsiya atmosferasi kerakmi? Marhamat, Fukokda u ham bor. Sizga Tailand, Maldiv orollariga o'xshagan ajoyib atmosfera kerakmi? U ham bor. Sizga jungli, Afrika, yovvoyi tabiat, hayvonlar kerakmi? U ham bu yerda bor. Ajoyib attraksionlar, Disneylandlar, akvaparklar barchasi ushbu orolda mujassam. Shunday ekaningizlar, do'stlaringiz bilan, oila a'zolaringiz bilan kelish uchun juda ham qulay joy, chunki bu yerda narx-navo juda ham arzon, bemalol kelib, ko'pchilik bo'lib kelib ham 400, 500, 600 dollargacha mazza qilib dam olib ketsangiz bo'ladi. Shunday ekan, bu orol menga juda yoqdi. Agarda ko'rsatuvimiz sizga manfaatli yoqqan bo'lsa, like bilan podpiska bosishni esdan chiqarmang. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Vyetnam Fukok oroli barchasi uchun rahmat.